Ko'rib turganlaringizda materiallar tortib qoldi va ip uzib yubordi. Buni sabablari 3 ta 4 ta sabablari bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi sabablardan biri sifatsizroq, ya'ni ip qo'yib qo'ygan bo'ladi. Har doim bobin ishlatish kerak bo'ladi. Ko'pchilik bunaqa qilishadi, bu to'g'ri kelmaydi. Ko'p ip uzadi bundan. Yana bir sabablardan biri tikuvchilar xatosi, burunni ko'p qotirib yuborishadi. Buni bo'shatib qo'yish kerak. O'shaning uchun ham ko'p ip uzadi. Soat millari qarshi chap tomonga buraysiz, ya'ni mana shu temir bilan pashta tengib qo'yasizlar. Normal. Ko'rib turganlaringizda uje ip tortgan ham yo'q, uzgan ham yo'q. Yana bir asosiy sabablardan biri bor. Birinchi navbatda to'pimizni olamiz, ya'ni mokkimizda. Olganingizdan keyin barmog'imizni mana shunday yurg'izib ko'ramiz atrofiga, ya'ni niyga tegib qirilib qolgan bo'ladi. Mana shu niy qo'l ilashadigan bo'lib qoladi. Mana bu yerlariga, uchlariga stroy magazinda mana shunaqa nulovka najdek sotiladi. O'sha yerdan olib, qayeri qirilib qolgan bo'lsa, o'sha yerlarni bir qator yurg'izib tozalab yuboramiz. Mana uchlarini ham, ayniqsa mana shu uchlarda ko'p bo'ladi. Mashinaga ko'ramiz endi. Ko'rib turganlaringizda hech qanaqa material tortgan ham yo'q, ip ham uzgan yo'q. Videomiz foydali bo'lsa like bosib qo'yinglar va yaqin do'stlarga jo'natib qo'ying.